Assalomu alaykum, hurmatli buxorolik ta'lim fidoyilari. Men Jumayev Oybek Savriddinovich, Buxoro viloyati Shofirkon tumani olis Jilvon cho'l hududida joylashgan 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori sifatida faoliyat yuritib kelmoqdaman. Maktabimiz 1992-yilda o'z faoliyatini boshlagan bo'lib, bugungi kunda Jilvon aholisining 450 nafarga yaqin oila farzandlariga ta'lim-tarbiya berib kelmoqdamiz. Bugungi kunda maktabimizda faoliyat olib borayotgan 44 nafar pedagog xodimlar Prezidentimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, bugungi kunda 10 nafari oliy toifali, 14 nafari birinchi toifali, 12 nafari ikkinchi toifali pedagoglar hisoblanadi. Bugungi kunda 44 nafar pedagoglarimizning 23 nafarida yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, oliy va xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishgan. Birgina joriy yilning o'zida 10-11 sinf o'quvchilarimiz orasida 22 nafari xalqaro va milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. 2021-yildan shu yilga qadar o'quvchilarimizning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish foizi ko'tarilib borib, joriy yilda 60% ga yaqinlashdi. Bu yutuqlarimizga erishishda fidoyi oliy toifali o'qituvchilarimizdan Dehqonov Ilg'or, Fayzullayev Abdulaziz, Avizov Toshpo'lat, Sultonova Shahnoza, Soliyeva Gulmehra, Xo'jayeva Nilufar, Husaynova Maftuna kabi ustozlarimizning samarali faoliyati diqqatga sazovordir. Bugungi kunda faoliyat yuritayotgan ustozlarimizdan 50% ustamalarni olayotganlari, vazir jamg'armasi ustamasiga da'vogarlik qilayotgan, 86 balldan yuqori ball to'plab 70% ustamani olayotgan ustozlarimiz bu yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalanayotgan ustozlarimiz hisoblanadi. Shu bilim va kuch-g'ayratlarini xalqimiz farzandlariga berishda hormay-tolmay kelayotgan ustozlarimiz hisoblanadi. Maqsadimiz Prezidentimiz tomonidan yaratib berilgan imkoniyatlardan keng foydalangan holda biz ta'lim-tarbiya berayotgan o'quvchilarimizni kelgusida yetuk farzandlar bo'lib, o'z kasblarining fidoyisi, yaxshi kasblarning egasi bo'lishi uchun bor kuch-g'ayratimizni ayamaymiz.